Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolli. 2 xona ipoteka to'g'ri keladigan 56 kvadrat metrli yevro remont uy. 9-hudud, 7 etashgan 6-etaj uy 56 kvadrat. Uyimizning narxi $54,000 ketdi. Kirib olgan bo'lsak, kirilishimizda to'g'rida spalni bo'lyapti, ya'ni kattalar yotoqxonasi. O'ng qo'l sanuzel, vanna, tualet, razdelniy va kuxnyamiz. Свежий remont qilingan, uyimizning holati yaxshi. Mehmonxonaga kiramiz. O'timiz mana zal. Tashqarida visyachi balkon bor, atmosfera zo'r, domni oldidan, ya'ni uyimizning oldidan kanal o'tgan, ariq. Yozda salqingina bo'ladi, atmosfera ko'ringlar. Uyimiz manzilini aytdik, yana qaytarib aytamiz, ipotekaga to'g'ri keladi, narxi $54,000. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uch bo'ldi.